Musafirda obunachilarimiz uchun ajoyib yangilik inshaalloh. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizning uzakdan kuzatib turgan jigarlarim, sog'mi-salomatmi? Har doim deydi musafirda obunachilarimiz uchun inshaalloh ajoyib yangiliklarni qo'yib boramiz. Inshaalloh Moskva oblastida yurgan jigarlarimiz yangi yillarda biletlarimiz qimmatlab ketdi samolyotda. Уже 40 ming, 45 ming rubl bo'lib ketdi. Bir ikki yildan olib qo'ysangiz arzon bo'lishi mumkin. Hozir srochniy ketaman desangiz, ishimni tugataman, srochniy ketaman desangiz juda qimmat olasiz. Hozir shu mashinamiz xudo xolasa 15-16 noyabr kunlari xudo xolasa O'zbekistonga yo'lga chiqib boradi. Bemalol arzon narxda qulaygina yer samolyotida chiroyli qilib komfort mashinada O'zbekistonga ketaman degan jigarlarimiz bo'lsa, srochniy O'zbekistonga ketadi inshaalloh. Shunday chiroyli mashinalarni musafirda obunachilarimizga qo'yib qo'yamiz inshaalloh. Shunchalik menda pul topasizlar, ko'p pulingizni samolyotga sarflab bermanglar. Samolyotimiz chiroyli qilib xavfsiz borasizlar. Chunki O'zbekistonga qatnab turibdi bu mashinada inshaalloh. Bu videomizda bir chiroyli like bosib inshaalloh yaqin jigaringizga tashlab qo'ysanglar, ertaga rahmat aytadi. Ham pulingizni tejingiz, ham sog' salomat inshaalloh bezopasniy mashinada borasiz inshaalloh. Xo'p, Moskvada musafirda jigarlarimiz uchun ajoyib yangiliklarimiz ham bor. Keyin O'zbekistonga yuk jo'nataman degan jigarlarimiz uchun bemalol bizning mashinlarimiz xizmatlaringizda Moskva oblast bo'lib har kuni kechqurun inshaalloh yuklarni to'dalimizdan yuk olgandan keyin 10 kun 15 kunda u yoqqa sog' salomat boradi. O'lchab qabul qilib olamiz. O'lchab inshaalloh O'zbekistondan yukingizni topshiramiz. Samoglonni ishonchli boradi yukingiz inshaalloh. Hech biri tomojada olib qolibdi, tulan-sulandan gap bizda yo'q inshaalloh. Ishonchli boradi. Shuning uchun shuncha mehnat qilib, shuncha vajingizni oldingizmi? Ishonchli xizmatimizga yuboring. Shuncha yil tajribaga egamiz inshaalloh. Xo'p, bu mashinalarimiz ham musafirda obunachilarimiz uchun bu hamma mashinamiz, bu yukinga mashinamiz, Toyota'miz, Jag, yana bu Kia'larimiz O'zbekistonga borib kelib turibdi. Bundan tashqari mashinalarimiz bor. Gransaki Moskvada yurgan obunachilarimiz, Moskva oblastida yurgan obunachilarimiz uchun Qozog'iston Gransasidan kirish xizmati borib kelsanglar bo'ladi. Xizmatlarimiz har kun kechqurun tomoshadan Gransa mashinalarimiz kelib turibdi. Keyin dokumentimni srok o'tib ketmadi, patentimni chekin to'lamadim, pechatimni srok o'tib ketdi deb o'ylanib yotgan jigarlarimiz hech o'ylanmanglar. Xudo xolasa, samoglonni yo'llarda inshaalloh yaxshi bir niyat qilib chiqsangiz, yo'llarda hech kim ushonmasa, sog' salomat Gransa borib olsangiz, oranda hech muammo bo'lmaydi. Inshaalloh sog' salomat o'tib kelasizlar. Shu vaqtda muammo bo'lmagan. Sho'pollarimiz yo'llarda sog' salomat olib borib keladi. Hech muammo bo'lmaydi inshaalloh. Komfort mashinada sog' salomat borasizlar, sog' salomat kelasizlar. Chunki birinchi kunimiz emas, ikkinchi kun emas, inchi yil tajriba egamiz. Inchi yildan beri ishlab keltiramiz. Gransa borib turibmiz, yuk olib borib turibmiz, O'zbekistonga qatnab turibmiz. Inshaalloh aytganimdek, bu videomizni inshaalloh bir yakin bir jigaringizga tashlab qo'ysangizlar bo'ldi. Sizlardan duo qilish, inshaalloh bizlardan sizlarga xizmat qilish inshaalloh. Hammangizga omad tilayman. O'zingizni asranglar, sog' bo'linglar, boy bo'linglar. Aytganimdek, O'zbekistonga xudo xolasa tez yo'lga chiqib boradir. Rossiyada nomerimiz ishlab turibdi. Qayerda bo'lsangiz ham borib olib ketamiz. 8925 157 60 nomerimiz inshaalloh 24 soat WhatsApp, Telegram, private telefon qilsanglar bo'ladi jigarlarim meni. Sog' bo'ling, boy bo'ling, o'zingizni asrang. Prosta topgan, minat topgan planingiz havo yubormanglar. Inshaalloh 1-2 sutkada kech borasizlar, lekin sog' salomat borasizlar. Chunki shofer ham O'zbekistonga borish kerak. Shuning uchun chiroyli qilib haydab olib boradi inshaalloh. Aytganimdek, Moskvada hamma musofirlar uchun hamma xizmatlarimiz bor inshaalloh. Xohlasangiz Gransa borib keling, xohlasangiz O'zbekistonga keting, xohlasangiz yukingizni yuboring inshaalloh. Hammangizga omad tilayman, o'zingizni asranglar jigarlar. Sog' qoling, duoda bo'linglar inshaalloh. Omad tilayman jigarlarim.